Zo'rsan-ku, kirib kelgan nazoratchi polda dumalab yotgan 3 mahbusga ko'zi tushgach, bosh chayqay-chayqay ortga qaytdi. Sen shu yerda qimirlamay o'tir, men hozir mayorni chaqiraman. Bayqadimki, u navbatchilik qismi boshlig'i Vasiliy Ivanovichni nazarda tutdi. Yana karserga tusharkanman-da, ko'nglimdan kechirdim men. Qanday kunlarga qoldim o'zi. Nahotki bir umr azobda yashasam. Qachon odamlarga o'xshab men ham ozodlikda yuraman. Qachon bemalol oyog'imni uzatib o'z uyimda uxlayman. Adashmagandim. Ko'z ochib yumguncha kameraga nazoratchini ergashtirib mayor kirib keldi. U aftini burishtirgancha bir behush yotgan mahbuslarga, bir menga nazar tashlab oldi. Shu asnoda nazoratchi mayorning qulog'iga nimadir deya pichirladi. Mayor men tomon yuzlandi. "Xo'sh, yoqdimi senga bu kamera?" so'radi u jiddiy tortib. "Kameraning yaxshisi yomoni bo'lmaydi", javob qildim xotirjamlik bilan. "Shunaqami? Yaxshi. Seni eski joyingga olib ketishadi. Qani ko'ramiz o'shanda." Mayor ortiga o'girilib nazoratchiga buyurdi. "Olib ket buni. Mana ularni karserga qamab qo'y. Tezroq o'ziga keladi." Men mayorning bu gapidan so'ng ancha yengil tortgandek edim. Har qalay Matfen, Arsen va Timofeylarning kamerasi tinch. Qolaversa, ular mening boshimdan o'tgan ishlardan xabar topishgandir. Baribir hurmatimni joyiga qo'ymasdan ilojlari yo'q. Nazoratchi kamerani ochdi. Men boshimni mag'rur ko'tarib ichkariga kirdim. Negadir kamerada qariya ko'rinmas. Arsen va Matveylar karta o'ynash bilan band. Timofey karavotda yotgancha ularning o'yinini kuzatardi. Meni ko'rgach, birinchi bo'lib Arsen o'rnidan turdi. "Sen?" menga yaqin keldi-da, ikki qo'lini beliga tirab so'radi u. "Nega seni bu yerga olib kelishdi?" Ko'rishish niyatda qo'l cho'zdim. "Salom." Afsuski u so'rashmadi. Arsen ortga surildi. "Qo'lingni tushirib ol", dedi u do'q aralash. "Kimligimni bilasanmi o'zi? Bu nima deganing?" Hayron bo'lib qolganlarga bir-bir qarab oldim men. "Kimligimni yaxshi bilarding-ku, yo unutdingmi?" "Yo'q, sen ilgariga Murod emassan endi." Kutilmaganda dast o'rnidan turib bizga yaqinlashdi Timofey. "Erkaklarni sharmanda qilgan bir xunasasan." "Nima?" Bu gapni eshitib yuzimdan qon qochdi. Timofeyni urishga chog'landim. Lekin Arsen bilagimdan tutib to'xtatdi. "Sen ko'p hamchiranaverma", dedi u hiyla ovozini pasaytirib. "Sendaqalarni ko'pini ko'rganmiz. Istasak shu kecha o'ligingni olib ketishadi. Undan ko'ra xunasaligingni bo'yningga ol-da, aytganimizni qil." "Shunaqami?" Men Arsenning qorniga mushladim. Ketimdan Timofey tashlanib, uni polga mahkam bosib oldim va bo'g'a boshladim. Yana omad mendan yuz o'girdi. Arsen tepamizga kelib, meni qandaydir xoda bilan belim aralash to'xtovsiz savalay boshladi. Xoda boshimga ham bir necha marta tekkandi. Hamma yog'im qonga belandi. Bilagimdan kuch ketib, bo'shashgancha cho'zilib qoldim. Arsen esa hamon kaltaklashda davom etar. Hech kim uni to'xtatishga shoshilmasdi. "Xo'sh, tirikmisan?" Oradan qancha vaqt o'tganini bilmayman. Ko'zimni ochganimda tepamda Arsen turardi. "Senga nima?" dedim alam bilan uning ko'zlariga boqib. "Qoch tepamdan iflos." "Iye, Arsen, nima deyapti bu?" Shu choqqacha aralashmagan Matvey o'tirgan yeridan sakrab turdi-da, Armanning qarshisida hozir bo'ldi. "Iflos deb haqorat qilsa ham indamay qarab turasanmi? Ruxsat ber, buning abjag'ini chiqaray." "Yo'q, o'ldirib qo'yasan", dedi Arsen lablarini tishlab. Hozir o'rnidan turib kamerani tozalaydi. Undan keyin hojatxonani sovunlab yuvadi. "Ovora bo'lasan." Men bazor o'rnimdan qo'zg'alib o'tirib oldim. Senlarga malaylik qiladigan ahmoq hali tug'ilmagan. Tur itdan tarqagan. Matvey oyog'im aralash tepmoqqa shaylandi. U chalqancha polga quladi. Ana endi jim o'tirishga ruxsat yo'q edi. Tishimga bosib o'rnimdan turdim-da, qo'limga stuldagi temir kosani oldim. "Qani endi bittama-bitta kelaver." Bu gal rostakamiga mushlash boshlandi. Faqat Timofey aralashmas, karavotga yaslanib olgancha meni kaltaklayotgan ikki mahbusni kuzatardi. "Nima shovqin, nima bo'ldi?" To'satdan kamera eshigi ochildi. Mayor ketidan ikki soqchi kirib kelishdi. Bu lahzada Arsen bir burchakda yorilgan boshini changallagancha o'zicha nimalardir deb g'oldirar. Matvey qorni aralash kelib tushgan to'xtovsiz zarbalar tufayli zo'rg'a nafas olardi. Uchalamiz ham soqchilarning charm tayoqlari yomg'iri ostida qoldik. Hash-pash deguncha ular meni devorga tirab, qo'llarimni kishallashdi. "Buni stakanga tashla", buyurdi mayor sovuqqonlik bilan. "Jonga tegib ketdi, yaramas. 5 soatdan kam o'tirmasin." "Xo'p bo'ladi, o'rtoq mayor." Soqchilar qaddilarini g'oz tutgancha mayorga javob berib, meni tashqariga sudraklashdi. Bu buyruq naq yuragimni teshib o'tgandek bo'ldi.
Endigina yo'talim pasayganda qaytadan stakan balosi boshimga yog'ilmoqda. Ertaga holim ne kechadi? Tag'in o'pkamning shamollashi qaytalanadi. Do'zax azobini torta boshlayman. Xudoyim, xayolan iltijo qilib borardim men. Azobing bo'lsa hammasiga roziman. Faqat meni shu baloga giriftor etmagin. Tibbiy muolajalar xonasi eshigiga yetib qolayozgandik. Bu yog'i stakangacha deyarli bir qadam. Ho, ana u burchakdagi temir eshikni ochsa bas. Shu topda tibbiy muolajalar xonasi eshigi ochilib, men uchun juda qadrdon, suyukli inson Yelena chiqib keldi. Ha, u meni ko'rdi va birdan to'xtab yaqin kelishimni kuta boshladi. Ko'z-ko'zga tushdi. Yuragim qinidan chiqqudek tipirchilar. Tilim hatto salom berishga aylanmasdi. Murod, xayriyatki Yelenaning o'zi birinchi bo'lib so'z ochdi. Tuzikmisiz? Qayerga olib ketishyapti sizni? Kechirasiz, to'xtashga haqqimiz yo'q. Soqchilardan biri Yelenaning so'zini bo'lib, buni zudlik bilan stakanga tashlashimiz kerak. Nima? Qanaqa stakan? Aqling joyidami? Mahbus muolaja olishi kerak. Ahvolni qara. Vasiliy Ivanovichning buyrug'i, javob qildi soqchi. Buyruqni ado etishimiz shart. Bekorlarni aytibsan, dedi Yelena. Meni qo'ltig'imdan olib, qani kishani yech. Haqqim yo'q. Yech dedim senga. O'zim javob beraman. Mayli, soqchi istar-istamas kishani yechib ortga surildi. Agar biror gap bo'lsa, bu yog'i bilan ishlaring bo'lmasin. Bor postingga. Yelenaning turmadagi obro'si shu qadar balandmi? Qanday baxt. Yuring tez karavotga yoting deya muolajalar xonasi tomon boshladi-yu, bular naq hayvonning o'zi. Yaxshiyam chiqib qoldim. Bo'lmasam o'ldirib yuborishdan ham toymaydi surbetlar. Ochig'i Yelenaga itoat etib yuragimni battar qo'rquv qamrab olgandi. Hali zamon mayorning bu xonaga bostirib kirishidan, meni sudraklagani yetmay Yelenani ham turma boshlig'iga chaqishidan cho'chardim. Shu bo'yi 2-3 soatcha yotdim, lekin hech kimdan darak bo'lmadi. Yelena xotirjamlik bilan shprislarni qaynatar. Gohi-gohida men tomon ko'z tashlab jilmayib qo'yardi. Jilmayishi o'ziga shunchalik yarashardiki, oxiri shunchaki qarab yotishga bardoshim yetmadi. Sizga bir gap aytsam maylimi? So'radim ehtiyotkorlik bilan. So'rayvering, dedi Yelena dorilarni saralashda davom etarkan. Nega jim bo'lib qoldingiz? Yelena, men sizni yaxshi ko'raman. Nima? Yelena shunday degancha o'rnidan turib ketdi. Axir, hammasini bilasiz-ku, yaxshi ko'rishimni bilasiz-ku. U qarshimga kelib, karavotning bir chetiga o'tirdi-da, bilagimdan tutdi. Qo'ying, hozir bu gaplarning mavridi emas, dedi jiddiy ohangda. Shundoq ham meni deb ancha jabr tortdingiz. Siz uchun tog'ni talqon qilishga ham tayyorman. Bu azoblar nima bo'pti? Murod, siz qochishingiz kerak. Qochish? Qayoqqa? Nimaga? Ishoning, sizga yordam bermoqchiman. Aks holda sizni bu yerlardagilar o'ldirib yuborishadi. Tushunsangiz-chi, men hammasini eshitdim. Boshingizdan nima ishlar o'tganidan allaqachon xabar topganman. Shuning uchun ham erimning marosimlarini kutib o'tirmay ishga chiqib ketdim. Qanday qilib qochaman? Erta-indin sud bo'lish kerak-ku. Bu yog'ini menga qo'yib bering, dedi Yelena ovozini pasaytirib. Hammasini o'zim tashkil qilib beraman. Sizchi, keyin sizni ko'ra olmaymanmi? Unday demang. Meni boshingizga urasizmi? Hali yoshsiz. O'zingizga mos qizni albatta uchratasiz. Menga boshqasini keragi yo'q. Bo'pti. Bu haqda keyin gaplashamiz. Hozir o'zingizni ruhan tayyorlang, qo'rqmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Basharti qo'lga tushib qolsam-chi? Xudo xohlasa qo'lga tushmaysiz. Men aytgandek ish tutsangiz, qutulib ketasiz. Qani endi yotib uxlang. Yarim tunda uyg'otaman. Xona chirog'i o'chirilgandan keyin ham ancha vaqtgacha Yelenaning kirib chiqishlarini zimdan kuzatib yotdim. Bu ayolning qadam olishidan tortib nafas olishigacha meni hayajonga solar. Nimadir deyishdan zo'rg'a o'zimni tiyardim. Yo'q, oxiri tinchlantiruvchi dorilar ta'sir qildi. Men uxlab qoldim. Biroq bu voqea tushimda ro'y berdimi yo o'ngimdami idrok eta olmasdim. Sezib turardimki, Yelena qaysidir xonaga kirdi. Negadir yuragim g'ash tortib ortidan yurdim. Ajablanardisi, bir chetda o'tirib kompyuterda nimalarnidir yozayotgan qiz ham indamadi. Oyoq uchida yurib borib, charm qoplangan eshikni o'zimga tortdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, ichkaridagi yumshoq kursida turma boshlig'ining tizzasida esa yarim yalang'och Yelena o'tirardi.